mehmonlar, aziz murabbiy ustozlar, aziz yuragimizdan o'rin olgan mehribon o'quvchilarim. Bugun mana shu xonadonda, Salahuddinlar xonadonida 11-sinf o'quvchilarining xayrlashuv oqshomiga jamlashib turibdilar. Kelinglar, shu tantanani boshlashdan oldin 1990-yilning 1-A sinfiga qabul qilingan. Hozir esa 11-sinfda savlat to'kib turgan aziz o'quvchilarimizni bir tantanali ravishda davraga taklif qilsak. Marhamat. Salom aziz lolajonlarim, sizni jondan sevaman, sizga bilim beraman, yuzingizga, orzungizga Allohdan kuch tilayman. Azizlarim, aziz farzandlarim, aziz o'quvchilarim, men avvalambor ana shu yerda o'tirgan murabbiy ustozlar nomidan sizlarni mana shu bugungi kuningiz bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Siz mustaqilligimizning ilk mevalarisiz. Ilohim orzularingiz ushalib, xalq oldida, el oldida yuzingiz porloq bo'lishini Allohdan mana shu yerdagi barcha murabbiy ustozlar nomidan so'rab qolaman. Tani joningiz sog' bo'lsin. Mana shu bugun shu davramizni quvnoq va chiroyli qilib o'tkazaylik-da, hamisha do'stligimiz barqaror bo'lsin. Keling aziz o'quvchilarim, shu davramiz ochiq deb e'lon qilaylik-da, navbatni davramizga zavq bag'ishlaydigan musiqa ustozlariga beraylik. Marhamat.
onajonlari murabbiy ustozlarga maktabga olib borganlarida yuraklarida qancha quvonch bo'lgan. Shiringina jajji bolam, qo'lginangdan tutayin, maktab sari ilm uchun murabbiyga iltayin, murabbiyga ta'zim qilgin, senga bilim beradi, katta hayot chirog'ini yo'lginangga yoqadi deya niyat qilib onajonlari jajjigina bolalarini, jajji shirintoy farzandlarini maktabga ilm dargohiga olib borganlar. Ana shu issiq onalari bag'ridan maktabimizning eng mohir onaxonlari, mohir ustozlaridan Jumagul opa meningni bu bolalarni 6 yoshdan bag'rlariga bosib olganlar. Biz 7 yoshli bolalarni olib qancha mashaqqat chekamiz. Jumagul opam 6 yoshli o'yin qaroq jajji bolalarni bag'rlariga bosib ilm dargohiga bilim sirlarini o'rgatganlar. Keling aziz bolalarim,
murabbiy ustozimiz Jumagul opamizdan davraga taklif qilsak-da, hammamiz 6 yoshlik davrimizni bir bor eslab olsak. Assalomu alaykum hurmatli aziz o'quvchilar. Hozir bularni hammasiga qarab turib, o'sha 90-yillarni eslatyapman. 90-yilda xalq ta'limining 6 yoshdan respublika qabul qilish haqida qaror chiqqan edi. O'sha 6 yoshlilarni o'qitish menga nasib etdi. O'qish esa sizlar aziz o'quvchilaringga edi. 6 yoshga qabul qilishda yangi qonun qoidalari bor o'sha yillari. Har bitta bolani sog'ligi, qobiliyati, shuhligi hamma tomonlama tekshirish kerak edi. Faqat mana o'quvchilarimiz hammamiz imtihonday qilib olingan bu o'quvchilarning hammasi 6 yoshli qora o'quvchilar edi-da, xayrisi yurib olingan sara o'quvchilar edi. Mana hozir qarab tursam hammalari faqat o'sha yillardagi yaxshi sara o'quvchilar hisoblangansizlar, mana barlari yaxshi o'quvchilaring o'qiyapsizlar. Ana mana bu 11 yil o'quvchilikning ajoyib yillarini o'tkazdilar. Mana endi mustaqil hayotga qadam qo'yish arafasida turibsizlar. Sizlarga mana shu mustaqil hayotlaring har doim porloq bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsalaring, o'qishlaringga, orzu-havaslaringga hammasiga Xudo hamroh bo'lsin sizlarga. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, barlari o'sha niyatlaringga yetishinglar. Sizlarga katta muvaffaqiyat tilayman. Kelajakda ajoyib insonlar bo'lib yetishinglar. Ajoyib oila boshliqlari, vatanimizning eng yaxshi kishilari bo'lib yetishinglar. Yana shu bilan birgalikda shu xonadonga, ya'ni ukam Nurulla, kelinim Hanafoylarning xonadoniga sog'lik salomatlik tilayman. Farzandlari sog' salomat bo'lsin. Qo'sha kelinlar kelsin, qo'sha kuyovlar, nayoralar bo'lsin. Ular ham sog' salomat bo'lsin. Hammalaringga omad yor bo'lsin o'quvchilarim. Sizlarni faqat xursandchiliklaringni, quvnoqliklaringni ko'rib, shirin bo'lib yurishni tarafdoriman. Sog' bo'linglar. Sizlarga kirib ana shu farzandlarni 10 yillik, 20 yillik tantanalarda eng to'g'ri hamisha sizlarga bo'lsin. Aziz bolalarım, Jumagul opam sizni jajjigina, shirintoyli, yetarliklaringizni ba'zilarini o'sib sizga bilim berganlar va bu sinfda murabbiy ustozlarga topshirganlar. Ana shunday murabbiy o'qituvchilarimizdan sizni shu maktabimizda eng sevimli o'qituvchilardan biri bo'lgan Aziz opalarimiz. Marhamat Aziz opa, mana shu o'qituvchilarni eng sevimli o'qituvchilardan biri. Marhamat Aziz Assalomu alaykum aziz. Men uchun qadrli bo'lgan o'quvchilarim. Mana bugun sizlarni bitirish oqshomlaringizda o'tirgan ekanim. Shu fursatdan foydalanib, hammangizga kelajakdagi hayotingizga baxt tilayman. Omad hamisha sizlarga yor bo'lsin. Hammalaringiz orzu qilgan niyatlaringizga erishishlaringizni tilayman. Kimdir oliy kurslarga bormoqchidir, kimdir texnikumlarga bormoqchidir. Hammalaringizga o'qishda omad tilayman. Vaqtlar choplang, o'qishga kirib keting. Nasib bo'lsa bundan keyin 10 yillik, 20 yillik Mataşlıklarımızı inşallahlarını tilayman. Allah sizga kuch-quvvatni bersin da ana shunday suyukli o'quvchilarning suyukli o'qituvchisi bo'lib yurishni Alloh sizga nasib etsin. Aziz bolalarim, suyukli o'quvchilarim, siz mustaqilligimizning ilk mevalarisiz. 21-asrning ilk bitiruvchilarisiz. Mana shu katta baxt
sizga o'zi Allohdan berilgan baxt. Demak siz Allohni, ota-onamizni, mana shu yerda o'tirgan murabbiy ustozlarimizning eng suyukli farzandlari ekansiz. Ilohim, umringizni uzoq oxirigacha xalqimning, yurtimning suyukli farzandi bo'lishni Allohdan so'rab, navbatni yana Davronjonga beramiz. Marhamat. Bordir o'zbekning. Ilohim o'zbegimning yurti ana shunday musaffo bo'lsin-da, farzandlarini kamolini ko'rish aziz ota-onalarga nasib etib bersin. Azizlar, mana shu farzandlarimiz maktabga, ilm dargohiga, ilm qasriga qadam qo'yganlarida har bir fanni mehr bilan o'rganishga harakat qilganlar. Yuqori sinf o'quvchilari bilan savol-javob o'tkazsangiz, eng sizga qiziq bo'lgan fan qaysi fan desa, fizika fani deb ko'pincha javob beradilar. Hozir bizning davramizda oliy toifali o'qituvchi Dilbar Azimova o'tiribdi. Marhamat, siz navbatni Mullaboyga bersanglar. Assalomu alaykum, mening aziz o'quvchilarim. Salom mening Gulruhim, Oybegim, Zarifam va bari jondan aziz o'quvchilarim. Bugun yana sizlar bilan birgamiz. Doim bor bo'ling, mehribonlarim. Uchinchi musaffo osmon sizniki.
Yashangi mustaqil vatan sizniki. Shu yerda o'tirgan ustozlaringizning ko'nglida pok niyat, orzu istak bari sizniki deb bugun sizlarni katta yo'lga kuzatmoqdamiz. Mana kechagina sinfda o'tirib navbat bir tashabbus qilsam maylimi nimaga taqsir turibdi-da. Yo'q desam o'tiraylik. Mana hozir yo'q deyin qani? Ha, bo'ldi. Sizlar mustaqil xohlagan joyingizga borasiz. Lekin bolalarim hech qachon o'qituvchilaringizni, siz uchun aziz bo'lgan insonlarni unutmang. Hozir qarab turibman, har biringizni o'zingizga yarasha xislatlaringiz bor edi. Mayda o'tirgan qarordan bo'lsa, bir kun bo'lsa deyishgan yo'q dollarida. Uncha-munchaga ko'rinmas edi. Xonijon bo'lsa o'tirgan joyda bittaqizda aqdan turibdi, bittaqizda buyoqdan turibdi, o'tirmasa bo'lmaydi. Shunga ham ikkita yaxshi qiz ham boshi oldi, chunki bu qizlar aqlli, indamay turadi. Yo'q, biroq men sizlarga aytdim-ki, hammangni bugun ochiqcha sizlar mustaqil, biz ham mustaqil endi. Shu paytgacha darsimda o'tirmay qolmasin deb ayab kelgan bo'lsa, bugun ayash yo'q. Bilasizlar, har doim qizlar xafa bo'ladi, millatlar siz o'g'il bolalar ko'proq ta'rifini olasiz deydi. Haqiqatdan ham men har doim ham o'g'il bolalarni bir pog'ona yuqori qo'yaman, chunki ular o'g'il bolalar. Qizlar jim tursa. Oylikjonmi? Bu sho'xligidan bilasiz, daraxtni xizmatini yo'qsmaydi nima qiladi yardim. Uni yo'qsmaydi, tinchgina uyga borsa, biz uchun katta yutuq bu. Lekin men hozirgi kunda shu 10-A sinf, 11-A sinf deb mana shunday sinfda o'rni bo'lishda Oybijonda albatta o'rni bor. Salohiddin bo'yiga kelsak, do'stlarim, nafaqat ko'nglimning to'ri, balki uyimning ham to'ri siznikida do'stlarga mana keng uyni ochib qo'yib, tong otgacha sizlar bilan birgalikda ota-onasini xizmatda qo'ygan bunday yigitlar uchun sarg'ar ketlar deydi. Xo'p, bu tarafga o'tsak endi. Bu yerda bitta dollar bo'lsa, albatta bijistalik bor. Ha, bo'ymak javon deydi. Bizning maktabimizda eng o'rni bor o'quvchilardan. Har zamonda bir kelgan do'stga bir yaxshilab javob beradilar, o'qituvchiga ko'nglidan mehrini uyg'otib, undan keyin asta yo'qib ketadi. O'sha mehr bilan o'qituvchi bir oy kam ziyod yashab turadi. Ergashjonga kelsak, sinfimizda eng aqlli o'g'il Ergashjondir. Yana bularni tarafini olyapti demaylar-ku, eng esli bola Ergashjondir sinfda. Haqiqiy, agar eng nima deydi, haq bo'lgan paytida ham urishsak, bir og'iz ko'zimizga qattiq qaramas edi. Mayli dedi. Ana shunday sabr-toqatli bo'lgan Ergashjon. Ilohim yo'lingda senga ana shunday odamlar uchrasin, xuddi o'zingga o'xshagan. Albatta to'rtta pahlavon. Ana endi bularni qaysi birini ta'riflashga so'z ojiz. Chunki aytdim, qaysimlabam bizlarni boshlang'ich sinfda biladi. Siz meni bizlarni yuqorisida o'qigansiz. Sizni shuning uchun qaysimda kechirasiz endi. Bularni men 11-sinfdagi ta'rifini berayapman. Chunki o'zlari boya aytishdi shunday taklif qilishib, Arifjon endi bilasiz, haqlar endi maktabda ekan bo'lsanglar, kim o'zi maktabga kelganligiga, chunki hamma joyda ham tadbirkorlar, bizneslar bo'lish kerak. Nasib bo'lsa sizlarga yo'l ko'rsatib, bo'lajak tadbirkor ishlariga omad. Bu yerda bizlarni ulug'laydigan, vatanimiz himoyachisi bo'lishni niyat qilgan, ilohiy maqsadiga erishsin, Dilshodjon Qo'ziyev o'tiribdilar. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatni aytgin bolam. Senday bizlarni qo'llovchilar bo'lsa, bizlar osoyishta sizlarni ukalaringga bemalol dars berib, biz yaxshi ishlaymiz. Murabbiyjon, bizlar uchun ko'p jon kuydirdingiz. Mabodo mazangiz bo'lmay qolsa, o'zim birak bo'laman. Mana bu yil qo'lib o'tiribdi. Bularga muvaffaqiyat. Mana aziz ota-onasining eng yaxshi bolalaridan. Nima deydi? Tirigimda o'qiydiganim deb aytgan Robiya opamning o'g'li Arifjon o'tiribdilar dedi. Ikkita Ariflar dedi endi. Rahmon Arifjon. Iloyim shu onang qanday yaxshi bo'lsa, bizlar ham onangdan ham yaxshi ko'rmaymiz bolam. Onang nima niyat qilgan bo'lsa, ana shu niyatlariga erishsin.
Xo'p, mana bu yerda qariya o'tiribdilar. O'z ismi bilan har bir narsaga qodir bo'lgan o'g'lim. Iloyim har doim nima niyat qilsang, niyatlaringga yetgan, hech kimdan kam bo'lmagin. Akang Sherxondek sher bo'lib yurgan o'g'lim. Ikromjon, sen mana Azizday 3 yil bo'ldi maktabga kirganiga. Qarayman bu kimdir? Ikromjon o'tirgan bu yerlarda. Dollarlardan ekan bu ham. Mayli Ikromjon, sen ham nima niyat qilayotgan bo'lsang, biznes bo'lasan, tadbirkor bo'lasanmi? Bizlar senga har doim omad tilaymiz. Va bu yerda meni hamyam o'tiribdi. Eng yaxshi o'quvchilarimizdan biri. Jumagul opamiz sochini oqartirgan o'quvchilardan biri. Jumagul opamiz boshida nechta oqsoq bo'lsa, shuni yarmidan ko'pi ega berdingizki. To'g'rimi o'g'lim? Lekin bugun fursatimiz mana davramizga kelib shunday bola bo'lib o'tirgan ekansan. Iloyim bundan keyin yo'llarda borib bilasan bo'lsan, yuzlarini olib bilasan taniyapsizmi desak, Jumagul opam qo'l yoshga shakiladi o'g'lim. Va oxirgi patini qo'yadigan hisoblarda ergashib o'tirib ekanlar. Men boya azizini tarashib, ergashib birda o'qiydi desam, yo'q Dilbarapa ata o'qiydi deydi. Ergashib birda edi desam, Dilbarapa mana sinfimda edi deyapti. Hayron bo'lyapman, bilmayman. Bir sinfdamidi, A sinfdamidi. Nimaiki bo'lsa ham, mana shu do'stlari bilan birga ekan Farruxjon. Sen ham nima niyat qilayotgan bo'lsang, niyatingga yetgan. Iloyim onangni yuzini yerga qaratmagin. Nima niyat qilayotgan bo'lsang, niyatlaring amalga oshsin. Qizlarim sizlar uchun ko'zim umumiy bo'ladi. Mening jajji va aziz qizlarim, hammalaringni omon tushirdim. Chunki bilasizlar, nima uchun men shunday qildim? Bilib turib, chunki haftada fizika 5 kun bo'ladigan bo'lsa, 4 kuni 1-soat bo'laydi. Dilshodjon shu Dilbarapa meni kutib o'tiribdi demasdan 15 minut 20 minutdan keyin kirib keladi darsga. Men Dilshodjon, hammalar endi chiqib qoldilar. Ha bugun kiring. Erta yana 1-soat. 20 minutdan keyin Dilshodjon, ahvol bilasan. Shuning uchun Dilshodjon seni ham provar qildik o'g'lim. Nima niyat qilayotgan bo'lsa, niyatingga yetgan. Davlatda bo'lmasangda sal bilaroq bo'lding. Lekin davlatjonday bo'lishingga hali erta. Chunki u davlatda. Mayli Dilshodjon, senga omad, hammalaringizga muvaffaqiyat tilayman bolalarim. Bugungi kechalaring yaxshi davom etsin. Tong otguncha bugun kecha sizlarniki. Nimaiki kechingizda bizlardan qabul qilganlar bizga marhamat qabul qilamiz. Bemalol aytavering. Yaxshi kunlaringda xizmat qilaylik. Har doim marhamat bolalarim. O'quvchilar inson qalbining mexanizmlari. Mana qarang, Dilbarxon har biringizga to'liq ta'rif berdi. 20 yildan keyin yana shunday oqshom qilsa, xuddi shu holatda Dilbarxon adashmasa ta'rif bera olasiz degan umiddaman. Sizdan bir iltimos, ana shu qalbingizlarning qalbidan shuncha o'rin bergan Dilbarxonni hech qachon qalbingizdan qalbingiz o'rta o'rin olishni sizdan so'rab qolaman. Aziz o'quvchilar, endi davramizning shohiga kelib qoldik. Davramizga mana shu oqshomning asosiy sababchilarini o'quvchilarni taklif qilamiz. Bugungi oqshomimizda bir boshqacha afsona kiritilibdi. Men bu yerdagi o'quvchilardan juda xursand bo'ldim. Chunki mana shunday tashkilotchi o'quvchilarni juda ko'p mana shunday xayrlashuv oqshomlarida mehmon bo'lib boshlovchilik vazifasini o'tayman. Lekin bunchalik yangilikka oshiqqan bolalarni kam ko'ralayman. Bugun mana shu qizlar o'zlari o'g'il bolalariga alohida savollar, qiz bolalariga alohida savollar yozib, maxsus sonimizga qo'yilgan. Oldin chaqirilgan o'quvchilar tabrik so'zlarini aytgandan keyin shu savollarga javob beradi. Biz murabbiy ustozlar mana shu oqshomni bugun jyurilar sifatida mehmon bo'lib turibsiz. Shu savollar hammasi tugagandan keyin ikkita o'g'il bolalar bilan qiz bolalarga baho beramiz. Ularni alohida yutuq egalariga sovg'alari bor ekan. O'sha sovg'aning egasi ham kim bo'lar ekan? Aziz o'quvchilar, hozir davraga birinchi sinfdan bilan Assalomu alaykum avvalambor aziz ustozlarim hamda shu yerda o'tirgan aziz mehmonlar. Salom sinfdosh. Esingdami? Yodingdami? Kechagina 1-sinfga ilk qadam qo'yganimiz, ilk marta qo'llarimizga qalam tutgan ustozlar hammasi yodingdami? Umr oqib o'tar ekan. Mana hayot
shamollari shoshqaloqdek esib ketdi. Mana 11-sinfni bitirish ayonida o'tiribmiz. Men shu fursatdan foydalanib, bizni shu darajaga yetkazish uchun mehnatlari singan ustozlarimga o'z nomimdan hamda shu yerda o'tirgan sinfdoshlarim nomidan bosh egib ta'zim qilaman. Aziz sinfdoshlar, sizlarga esa tilagim shundan iborat. Sizlarga dunyodagi eng ezgu tilaklarni tilayman. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, barchasiga erishishingizni tilakdoshiman. Bugun sening ko'zingda halqa yosh. Ayrilish vaqti keldi, bilgin sinfdosh. Qumnoq yuragingga shodliklar to'lsin. Unutma, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Assalomu alaykum. Shu yerda o'tirgan barcha o'qituvchilar va o'quvchilar, men sizlarni shu bitiruv kechasi bilan bari tabriklayman. Barlaringizda yana men sizlarga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Lablaringizda chehra, yuzlarda lablaringizda tabassum, yuzlarda chehra arimasligini istab qolaman. Rahmat. Diqqat yana bir marta diqqatlaringizga havola qilaman. Savollarni o'quvchilar deb o'rgatilgan. Mana. Bizga berilgan savolni shu. O'tkirga ayting. Uylanganingcha seni kutaman. Agar o'tkir meni uylanmoqchi bo'lsa, albatta kutaman. Birinchi sevgilingiz kim? Sir bo'lmasa ayting. Qog'on yutqazasan. Birinchiga qizim Gulshin Albatta bular ba'zi javoblarim Ilohim tanjonlaring sog' bo'lsin. Ana shunday baxtli kunlarni sizga hamisha Alloh nasib etsin. Aziz bolalar, endi davrani Gulruxjon yana davom ettirish qismati sizlarniki. Endi o'yinga olish savollarga javob bergan bolalar taklif qilsak. To'g'ri bo'ladimi? Marhamat. Xohlash shu bitta stol.
Ishlab oldik. Kelinglar oraga. Biz 30 ta o'quvchini olib, mana shu bolalarga bilim berishda ancha charchab qoldik deymiz. Vaziraxon yosh o'qituvchi bo'lishiga qaramasdan 50 dan ziyod o'quvchini bag'riga bosib, maktabimizni bugun yuqori sinfida 11-sinfini tugatib, har bir o'quvchining qo'liga yetuklik attestatlari bilan berib, ularni oq yo'lga, oq qushlik uzatgan mehribon o'qituvchilar Vaziraxon davramizning imoni. Marhamat, siz sovg'atini Vaziraxonga beramiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar hamda mening mana shunday bolalikning eng shirin damlari bilan xayrlashib mustaqil hayotimizga qadam qo'yayotgan aziz o'quvchilarim, mana bugun siz bitirish oqshomida o'tiribsiz. Mana shunday hayajonli kunlarimizda biz bir-birimizni hech qachon unutmaylik. Bundan keyin ham mustaqil hayotga qadam qo'yganimizda men nima ham derdim? Hammangiz mana shu ota-onalarimiz, o'qituvchilar havas qiladigan ajoyib insonlar bo'lib yetishing. Kimlar nima niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Omad sizga har doim yor bo'lsin. Bolalikday beg'ubor onlar qaytmas endi, o'tsa ham yillar. Shirin tishda ko'rgan kabi o'tdi mana 10 yillik yillar. Mayli endi olim bo'lmang, odam bo'ling, havas qilsin sizga odamlar. Oq yo'l aziz o'quvchilarim. Rahmat Vaziraxon. Ana shunday o'quvchilarni o'qitib, yetuklik attestatlari bilan tabriklashni baxtini Alloh sizga hamisha nasib etib bersin. Aziz farzandlarim, aziz mehmonlar, ota-bobolarimizdan ana shunday naql qolgan ekan. Ota-onam davlatim, farzandim savlatim. Biz o'quvchilarni siz farzandlarimiz hamisha savlatimiz bo'lib qoladi. Allohim ana shu savlatimizni oqlab yurishlik baxtni sizga Xudoyim nasib etsin. Endi yana davramizni o'quvchilar bilan boshlasak. Endi davraga Gulchehra bilan G'anisherni taklif qilsak-da, mana shu o'quvchilarga bo'lgan umidlariga bo'lgan tilaklarni tinglasak. Marhamat Gulchehraxon. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz sinfdoshlarim. Mana bugun biz bitiruv kechasiga o'tirar ekanmiz. Men shu bitiruv kechasini yana bir bor 5 yillik, 10 yillik, 20 yillik, kelajakda 50 yillik bo'lsin. Nasib etsa. Xudo xohlasa. Mana bilasan. O'chani nimcha ko'p gapirmaysan. Assalomu alaykum. Mening aziz bo'lgan murabbilarim. Men sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Men do'stlarimga tilakdoshim o'qishlarga kirib ketsin. Barimiz 5 yillik, 10 yilliklarda yurtlarda birga o'tiraylik. Rahmat. Savolga marhamat Gulchehra. O'tinglar. Nima bo'lganki? Gulchehra Mustafa. Kim Mustafa? Endi sonigina yordam bergan bo'lsa, hozir endi kim g'olib bo'lsa, kim g'olib bo'lar ekan. Hozir shu yerga hammasini og'izdan aytib olasiz. Marhamat. Gulchehra davraga. Hozircha ingizda yutyapti. Men savolim 50 gram aroq bilan ustozlar, sinfdoshlar yaxshi so'z bilan tabriklayman. O gapirmagani uchun. Qanaqa savol? Qalar yo'q edi. Yaxshi o'qiydi.
o'quvchilarga yoki o'zlaringiz bilgan tilaklaringiz bilan iching. Ko'chaga chiqib yoqdagi tabrikni aytolmadi. Xuddi to'g'ri keling. Marhamat. Takrorlaymiz sizlarni kelajakda yana uchrashaylik. Sizlarni sizlar bilan ishlamoqchiman. Maylimi? Siz boshlar biladi? Oliylar. Qassob o'tiringlar, tartibga. Sog'ida qurib qoladi, ayting. Sog'ida. Ana endi bor, ana İçeride okuyucu oluyor, İçeride düzenli okuyacak. Burada okuyacak. Ama tuttum okuyucu bunu. Hoz devleki oy bitmeden. Böyle hiç omlaşamaz. Ama kimine? Assalomu alaykum, hurmatli ustozlarim, shu yerda yig'ilgan barcha sinfdoshlarim. Mana bugun biz 11-sinfni bitiruv oqshomiga yig'ilgan ekanmiz. Men shaxsan o'zim nomidan hamma sinfdoshlarimga, o'qituvchilarimga uzoq umr, har salomatlik, hamisha labidan kulgu, chehrasidan tabassum arimasligini, nimaki niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetishini, kelajakda oliy o'quv yurtlariga boradiganlarga oq yo'l tilab, sizlarni hammalaringizni tabriklayman. Mana bugun 11-sinfni bitirib, 11-sinf bitiruv oqshomimizga yig'ilgan ekanmiz. Nasib bo'lsa 5 yillik, 10 yillik yig'ilib, hamisha ahil bo'lib, hammamiz bir-birimiz bilan chehralaringizda tabassum arimasligini hammalarimiz kulib, hozir qanday bo'lsanglar, umrbod ana shunday kulib, chehralaringizda tabassum arimasligini tilayman. Rahmat so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum, sinfdosh do'stlar, ustozlar. Avvalambor sizlarni shu Vengsiya bilan tabriklayman. Kimki o'qishga kirganman deb niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Salom mitingga kiraman deb endi shu niyatlariga yetsin. Rahmat men. Juri hayatı her bitta bajarga mani sovg'a bo'lyaptilar. Mana bashamni o'zi. Ushbu borada shunday savol kelgan ekan, videochi bilan o'ynab bering degan ekan. Shu savol yozilgan ekan, mana taklif qilaman videochini. Videochiga ketingizdan o'tiruvchilar raqsga tushib beradimi, qizingiz yomon bo'lib qoladi. Mana video. Mana buncha o'ynash. Yozdirgan murabbiyizni yaxshi yo'l bilan tabriklang. Tabriklar o'qing. Jurnalist so'g'ib endi navbatni Sarnoza. Marhamat o'yin navbati. Sarnozadagi davran tamom etib, to'g'ri tabriklayman. Marhamat Sarnoza, mana shu bilan o'yin chiqib videochi bo'ldim.
Oh,
Marhamat Salohiddinjon, siz navbatda Salohiddinga so'z berishdan oldin mana shu davramizni, mana shunday dasturxonimizni xonadonlarimiz bizga bugun berib qo'ygan Nurul akamiz bilan Salohiddinjon ayalariga juda katta mana shu huzurli ustozlar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Opalariga ham, yangalariga ham quloqim tan-jonlari sog' bo'lsin. Marhamat Salohiddinjon. Assalomu alaykum. Mana shu yerda o'tirgan hurmatli sinfdoshlarim va jondan aziz bo'lgan o'qituvchilarim. Mana bugun biz bu yerda yig'ilishgan ekanmiz. Xayrlashuv kechamiz bugun eng qayg'uli kunimiz desak ham bo'ladi. Bugun o'qituvchilarimiz bilan oxirgi marta endi anchadan ko'rishmaymiz. Sinfdoshlarim, bizlarni hech qachon unutmaylik, bir-birlarimizni unutmaylik. Hamisha sog' salomat yuraylik. O'qituvchilar bizlarni unutmaylar. Yomon ko'rsanglar meni yaxshi ko'rasizlar. Hammalaringizga baxt va omad tilayman. O'qishlarga kirib ketinglar. Eng o'qimishli odam bo'lib yetishinglar kelajakda. Bizlarni yomon ko'rgan zavqdan direktorlar keyin nima qilsin-da? Pushaymon aytsin. Bizlar aytgan gaplariga.
alaykum. Ustozlar va do'stlarim. Sizlarga baxsh-saodatlik tilayman. Kelgusi ishlaringda omad tilayman. Oy tosh yetib qolsa endi qachon kelaykan? Hammaga o'qishga kelayotganlar o'qish kirsin. Hayotda kelajagini o'zi topsin. Mulapalarga, rahbarlarga rahmat, shuncha o'qitdinglar. Rahmat. Salom degan aziz o'quvchilar, mana shu bitiruv oqshomimizga sizni xonadoniga taklif qilgan bo'lsa, biz shu yerda o'tirgan barcha aziz o'qituvchilar shunday niyat qilamiz, nikoh to'yiga ham. Ana shunday davra qilsinda, to'yining eng to'g'ridagi joy sinfdoshlarga bo'lsin. Keling shu niyatni bitta qarz ochalaylik. Endi Navbahorning fikriga kelsak, bizni yomon ko'rgan o'qituvchilar, yo'q Navbahorjon. O'qituvchilar hech qachon sizni yomon ko'rmaydi. U yuzaki to'q hisoblanadiki, ozgina tarbiyalab turish uchun. Albatta, senga pedagog bo'lishlik vaqt nasib etsin-da, o'quvchilarni qay darajada sevib, qalbingni qayerdan joy berishingni o'sha vaqt o'zing his qilasan. Endi savollarga navbat. Marhamat Navbahor. Kerak, hayajonlanmasang kerak. Oyoqlarni qaldirib kerak. Marhamat. Qo'yaga. Qo'yim, ishlayam. Yomon ekan. Omon shotlan va tushlik. Sizga qizingiz xafa bo'lganda nima deb aytaysiz? Nima dedi? Xafa bo'lmadingiz? Hali yaxshi tilla keladi dedi. Avazol o'tib ketadi. Mulla aka, dadamni yaxshi qilgan pulini beraman deyman deydi. Marhamat, endi uning navbati Navbahor shartini bajarish uchun o'sha jandarlik taqdim qilamiz. Qo'sh taraflarga rahmat qilamiz. Bahona tushyapsizlar.
shundagina quradigan oilangizda baxt hamisha sizniki bo'ladi. Kelinglar azizlar, davraga Umidaxon bilan Javonbekni taklif qilsak-da, do'stlariga bo'lgan tilaklarini tinglasak. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Kelgusi ishlaringizdan hamisha muvaffaqiyatlar tilayman. Hech qachon labingizdan kulgu tabassum arimasin. Hamisha shunday o'tiraylik. 5 yillik, 15 yillik, 20 yillik, 50 yil. Hech qachon ajrashmaylik. Assalomu alaykum. Sizlarni hurmat izot qilib uzoq kelgan ustozlarim va aziz, biz uchun aziz bo'lgan sinfdoshlarim. Mana bugun bizning bitiruv oqshomimiz ekan. Mana shu oqshom munosabati bilan men sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Har kim niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Rahmat. Savolga marhamat qiling. Siz o'zi 5 so'zni 5 qit'ani tebratar, kimlargadir baxt bergan, kimlarnidir yetayotgan. O'sha joni hech qanday yaratmay quvontirib deydi. Marhamat Javonjon. Bugun ma'lumda bugun ma'lumda Qilani qilib bering. Shuncha savol. Qo'lga aytganimda 2 ishda. Tur. Qo'lga aytganimda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli. Aytavering, eshitiraman menga. Assalomu alaykum, hurmatli. Davronjon. Oqshomda o'tirgan ekanmiz. Men sizlarga uzoq umr, baxt, saodat,
kelgusi ishlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Hech qachon eng yomon kunlarimiz mana shunday o'tsin. Hech qachon hammangizni labingizdan kulgu, chehrangizdan tabassum arimasin. Oq kabutar bo'laylik, osmon sari uchaylik, oylik emas, yillik emas, umrbod do'st bo'laylik. Assalomu alaykum ustozlar va sinfdoshlar. Men sizlarni ushbu kecha bilan chin qalbimdan tabriklayman va sizlarga hamisha shunday o'tirishni tilab qolaman. Rahmat, yetgan savolga o'tinglar. Biroq ergashga do'stlik izhor qilmoqchi. Ergash Messi bilan do'st bo'laylik. Rahmat, yetgan. Qaning ham gapirmadi-ku. Maydan ko'ra bitta bering. Qaroqqa boshiga bor. Hozirgi savollar. Endi bugun navbati ana shu savollarga javob bergan mana shu so'rovlarni bergan Aminaxon, Davronjon mana shu uzun navbatni bergan o'quvchilarga. Marhamat, uning navbati sizlarga. الجنة شكري